Assalomu alaykum. Efirda Milliy ta'lim ko'rsatuvi. Biz bugun sizlar bilan Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetida tashkil qilingan inklyuziv ta'lim va unda tahsil olayotgan talabalar xususida suhbatlashamiz. Inson doimo o'qishga intiladi, o'rganishni sevadi. Lekin ba'zi insonlarning imkoniyati cheklangan, jismoniy holati jamiyat bilan birga olg'a harakat qilishiga, tengdoshlari bilan birga ta'lim olishiga to'sqinlik qiladi. Bugungi kunda esa bu muammolar o'z yechimini topib bormoqda. Endi nogironligi bo'lgan, imkoniyati cheklangan talabalar ham nufuzli oliygohlarda barcha tengdoshlari qatori o'qishga borishi, ta'lim olishi mumkin. Bu esa ularni jamiyat bilan aloqasini yaxshilashga, do'stlar orttirishga, o'zini to'liq imkoniyatli inson kabi his etishiga yordam beradi. Ustoz, universitetda inklyuziv ta'limning yo'lga qo'yilishi haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Mana shu 3-4 yil ichida universitetimizda bir qator ishlar bu sohada amalga oshirilganligini alohida qayd etishim kerak. Jumladan mana bizning fakultetimizda, o'zbek filologiyasi fakultetida bugungi kunda 36 nafar o'sha nogironligi bor talabalar tahsil oladi. Shularning 7 nafari birinchi guruh nogironlari hisoblanadi. Bizning universitetimizda nogironi bor talabalarni o'qishi uchun, yashashi uchun yetarli darajada sharoitlar bor deb bemalol ayta olamiz. Bizning talabalarimiz o'sha 36 nafar talaba bo'lsa, hammasi o'zini kasbiga, o'zini tanlagan yo'liga ega talabalar va shu yo'lda doimo harakatda bo'layotgan, doimo intilishda bo'layotganligini. Men yoshligimdan musiqa, she'riyat, adabiyot bilan oshna bo'lib, katta bo'lib kelmoqdaman. Aynan bu universitetga biz 2022-yilda maktabni bitirish yilimizda davlatimiz rahbari bizning muassasaga tashrif buyurganlar. O'sha bilan bo'lgan suhbatda bu universitetda o'qishning kerakligini aynan u kishi menga tavsiya qilganlar. Shundan so'ng biz o'sha yilga o'tkazilgan fan olimpiadasida ona tili adabiyot fanidan qatnashib, respublika miqyosida birinchi o'rinni olib, olimpiada asosida grant asosida shu yerga o'qishga qabul qilinganmiz. 2023-yilda o'sha 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan arzimagan yutuqlarimiz e'tirof etilib, Mardo'g'lan nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlandik. Bu yo'nalishda juda ko'p tadqiqotlar yuritish, antropocentrik Bu universitetda yaratilayotgan sharoitlar, dars jarayonlari sizni qoniqtiryaptimi? Universitetimiz zo'r, yaxshi sharoitlar. O'qiyman desa, o'qish uchun yetarlicha sharoit bor. Ustozlarimiz ham qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Tushunmagan joylarimizga, qiyinchiliklarga to'g'ri kelganimizda yordam berishadi. O'rtoqlarim hammasi yo'q kitoblarni, audiosi yo'qlarni o'qishga yordam berib, darslarda yordam berishadi. Universitetni bitirgandan keyin Xudo xohlasa magistraturada o'qib, bir yaxshiroq sohada ishlash maqsad bor. Bu talabalarning sizu biz kabi olam ranglarini ko'ra olmasligi, ovozlarni eshita olmasligi yoki yana qandaydir cheklangan imkoniyat bilan yashayotgani ularning ijod qilishiga, san'atni sevib, jo'shib qo'shiqlar kuylashga zarracha xalaqit bermaydi. Ular ijro etgan qo'shiqlar dillarga yorug'lik olib kiradi. Shamoli kulsa jamon uyquda, silasam gul sochlarini, sezsa shul on uyquda, silasam gul sochlarini, sezsa shul on uyquda. O'tgan yili o'sha 2-kursda o'qiyotgan o'sha Sherbek Islombekov degan talabamiz o'zini shu sa'y-harakatimni, iqtidorimni, iste'dodim bilan prezidentimiz qarori bilan o'sha Mardo'g'lan unvoniga sazovor bo'lganligini aytishimiz mumkin. Bundan tashqari Latofat Tosheva degan qizimiz bor. U juda yaxshi she'rlar yozadi, bir nechta kitoblari chiqqan. Bu talabalar faqat o'sha auditoriyada yoki bo'lmasa yotoqxonada qolib ketayotgani yo'q. Ulardan chiqib yonidagi talabalarga o'rnak bo'layotganligi, hatto biz o'zimiz ko'zimiz ochiq, qo'limiz butun, to'rt muchamiz sog' bo'lsa-da, bularda harakat qilayotganimizni ko'rib, ba'zida talabalar shulardan o'rnak olib, yonida birga yurib, sa'y-harakat qilayotganligi
to'g'rirog'i boshqa talabalarga o'rnak bo'layotganligini ham bugun ko'ryapmiz. Biz hozir imkoniyati cheklanganlar uchun universitet qoshida tashkil qilingan inklyuziv ta'lim laboratoriyasidamiz. Hozir birgalikda ish jarayonlari bilan tanishamiz. U tilning tabiati bilan bog'lanadi. Oldagi holatni pragmalingvistika yo'nalishining Assalomu alaykum Muhsina. Assalomu alaykum. Sizlarga xalaqit bermagan holda siz bilan ozroq suhbatlashsak. Xo'p, mayli. Hozir bu yerda qanday jarayon ketmoqda? Bu yerda audio yozish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazilib borilmoqda. Biz har kuni darsdan so'ng shu yerga kelib shug'ullanamiz do'stlarimiz bilan. Bu yerda biz audio kitoblar yaratamiz va ularni ovozlashtiramiz. Universitetdagi do'stlarimiz mana shu audio kitobdan foydalangan sababli biz juda xursand bo'lamiz. Ushbu laboratoriya 2023-yilda tashkil qilindi. Ma'lumki, bugungi kunda alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan o'quvchilar, talabalar, tadqiqotchilarga ta'lim olishi, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishi uchun har tomonlama qulay sharoit yaratish, teng imkoniyat yaratish masalasi muhim dolzarb bir masalalardan biri sifatida bu masalaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Laboratoriyaning maqsadi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar, talabalar, tadqiqotchilarga, xususan nogironligi bo'lgan ta'lim oluvchilarga sog'lom tengdoshlar bilan bir qatorda qulay bir sharoitda ta'lim olishlari, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishlari uchun teng imkoniyat yaratish. Ya'ni ularga o'sha inklyuziv mahsulotlar ta'minoti uchun ilmiy amaliy yordam berish, ko'mak berish maqsad qilingan. Ushbu laboratoriya imkoniyati cheklangan talabalarning o'zlari istagan kitobni o'qiy olishi yoxud eshita olish imkoniyatini orttiradi. Unda faoliyat olib borayotgan yoshlarning maqsadi ham aynan shu. Ya'ni ular bu yerda o'z tengdoshlari uchun maxsus adabiyotlar ishlab chiqish, ularni ovozlashtirish hamda imkoniyati cheklangan insonlar uchun maxsus kompyuter dasturlarini yaratish ustida ish olib borishmoqda. Semiotikaga asos soldi. Uning semiotikaga oid izlanishlari bevosita pragmalingvistikaning nazariy shakllanishiga yo'l ochadi. Laboratoriyada mana shu doimiy ravishda foydalanilishi zarur bo'lgan o'quv ilmiy adabiyotlarning brail yozuvdagi nusxalarini yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Shu bilan bir qatorda ko'zi ojiz shaxslarning ta'lim olishi, axborot manbalaridan mustaqil foydalanishi uchun audio kitoblar nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan laboratoriyada o'quv ilmiy adabiyotlarning audio kitob shaklidagi nusxalarini yaratish ham ko'zda tutilgan. Laboratoriyadagi o'sha faoliyatimizni o'zi, inklyuziv faoliyatimiz o'zidan boshlanadi. Sababi bu yerda nafaqat nogironligi bo'lgan shaxslar, balki jismonan sog'lom professor o'qituvchilar, talabalar, tadqiqotchilar ham bu laboratoriya ishiga munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Ko'rib turganingizdek, talabalarga barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa inklyuziv ta'limga yaratilgan e'tibor barchamizni quvontiradi. Biz bu yo'lda barcha talabalarga omad tilab qolamiz.